Men Nurmuhammad Hakimjonov, Farg'ona viloyati Rishton tumanida To'da qishlog'ida yashayman. Bir necha yildan buyon shu hunarmandchilik bilan shug'ullanyapman. Bu hunarda avval yoshligimizda, 4-sinfligimizda qo'shnilardan, mahalladagi usta-kullardan o'rganganmiz. O'rtog'imiz, mahalladagi do'stim, o'rtog'im qiziqtirganda haykalchilikka o'zi qiziqib borgandik. Haykalchilik qilib, bularga ham qiziqib ketganmiz. Ko'pchilik shogird bo'lib tushgandek, vaqtlar o'tib ko'pchilik qiziqmay boshqa ishlarga ham o'tib ketdi. Ba'zi bir sheylarimiz qilyapti ham bu sohani. Buni hunarda o'rganish uchun avvalo odamning o'zini olishiga, zehniyatiga ham qarab bo'ladi. Sabr toqatli, tirishqoq odam bo'lsa, 2-3 oyda yetishsa bo'ladi. Qo'ldan ish kelib qoladigan darajaga kelib qoladi. Murakkab yetilgan usta bo'lish uchun bir necha yil kerak lekin. Birinchi bitirgan ishimiz piyola bo'lgandi. Piyolani tilma ishi bo'lardi. Tilma qilib chizganmiz shogirdlik paytimizda. Ustozlarimiz ko'magi bilan ishlarni bitirganmiz. Yosh bola bo'lganmiz payt birinchi ish haqqimizni olganimizda uydagilarimizga olib berganmiz. Ota-onalarimizga ularni duosini olganmiz. O'zimizni kamchiligimizni ishlatishgan ular ham. Ba'zi bir sabablarga ko'ra boshqa sohalarga ham qiziqib ko'rdik. Endi odam tabiati zerikuvchan bo'ladi-yu. Shukronchilikda boshqa chinni sohalarda ishlab ko'rdik. Ularda ham ozgincha mehnat qilib ko'rib, sohani endi yaqinda boshladik. Ishni boshlashda asosan hamma narsa ham moddiyatga borib taqaladi. Shu payt mahalla idoralaridan kelib imtiyozli kreditlar taklif qilishdi. Agrobankdan imtiyozli kreditlar berilyapti ekan. Shu tomonlama bank qo'llab yordam berib turdi. Bankdan olingan mablag'larga xomish oldik, rang ishlashimizni boshlanishini sal yo'lga qo'yib oldik. Asosiy xarajatimiz bizda mana shu mahsulot olishga ketadi. Keyin arenda pechga pishirishga ketadi. Mana shu rang sirti qo'yiladi, mana bunaqa frit deyiladi bular. Mana shularga yaxshigina daromad, mablag' kerak bo'ladi. Ishchilarimizda ham o'zlarini ish haqlari bor. Ularga oyliklarini vaqtida berish kerak. Sohada daromadimiz bizning ishimiz ham mavsumiy. Turistlarga keladigan sezoniga qarab oshib tushirib turadi. 5, 6, 7 milliondan 10 million, 15 milliongacha saboga qarab o'zgarib turadi daromadimiz. Mana bu ko'zalarimiz 17 santimetrlik ko'za hisoblanadi. Bu bo'yiga qarab narxlar o'zgarib turadi buni. 7 mingdan boshlanib 35 ming, 40 minggacha xompaz olamiz biz tayyor mahsulotda. Bunga kim biz o'zimiz gulini chizib bersak, ishchi shogirdlar bezagini berib to'ldirib berishadi. Ular ham mehnatiga qarab, ishiga qarab haq to'lanadi ularga ham. Har xil. İşte mashaqqatiga qarab qiyin bo'lgan sari narx ko'tarilib boraveradi. Sotilishi ham shunaqa bir stabilniy bir narx yo'q. Ish qanchalik chiroyli, yaxshi bo'lsa, narx shuncha yaxshi ketaveradi. Mana shu ko'zalarimiz shu o'zimizda bir 50 ming, 60 ming atrofida sotilyapti. Bu ishlarimiz hozir davlatimizning turistik joylariga, Samarqand, Toshkent, Chorsu bozorlari, Siyob bozorlari, Registonlargacha bordi. U yerga kelgan turistlar olib, o'sha dunyo qayerdan kelgan bo'lsa, o'sha davlatlarga, o'zining yurtlariga olib ketishib foydalanishyapti. Ishlarimizning eng hozircha qimmatroq ishlari mana bu tovusli gullarimiz. Razmerlari kattaroqlari bu ham qimmatroq bo'ladi hozir. Bular bir kunda 3 ta 4 ta ishlashga qarab, ishga qarab, mehnatga qarab 5 ta 6 ta 10 tagacha chiqarsa bo'ladi. Bu donasini 90 ming, 100 ming, 100 mingdan teparoqda razmerlarga qarab sotilgan bozor, Samarqand bozorlarida. Qiyin joyi shu ranglarini o'rnida berib chiqarish kerak. O'zini o'rinlari bor, idish ochilish kerak, san'atli-ku. Ranglarni o'rniga qo'yib berish kerak, nafislik, jozibadorlik bo'lish kerak işte. Ancha sabr, mehnat talab qiladi. Biz ishimiz tayyor mahsulot olamiz, yasab berishadi. Yasab beradigan o'rtoqlarimiz bor. Shulardan olib biz ishlovini beramiz, bezagini, chizig'ini bersak, atrofda qolgan gullarni to'ldiradigan shogirdlar bor, ayol ish qizlar bor. O'shalar bilan birgalikda ishni amalga oshirib tugatamiz. O'zimiz yana qaytarib olib pechiga pishirgan qo'yamiz. Bular 7-8 soat davomida pishiriladi pechkada. 1000 gradus, 950, 900 gradus atrofida pishiriladi bular. Ish davomida
idishlar qo'ldan chiqib ketadigan holatlar bo'ladi. Bir-biriga tegib ketadigan, lab uchadigan holatlari bo'ladi. Pechkadan yog'liq chiqib qolishi mumkin. Rosa bir chiroyli ishda boshlab maromiga yetay deganda sinib qoladigan paytlari bo'lganda alam qiladi-da shular. Yoki pechkaga kirib chiqqanda yog'liq chiqadi, bir ikki marta shunaqasi ham bo'ldi. Rosa zavq olib tomosha qilaman sarqasidan yog'lig'i chiqib qoladi. Tayyor bo'lib, puxta bo'lib yetilgandan keyin mahsulotimiz uni upakovka qilib o'rab Samarqand, Toshkentlarga chiqaramiz. Samarqandda sotuvchilarimiz bor, xaridorlarimiz. Shularda hammasiga buni yetkazib beramiz. Bu sohani kelgusida rivojlantirish maqsadimiz bor. Chet davlatlarga ham chiqarish mahsulotimizda shogirdlarimiz olib, ularni ham yaxshi hunar bilan ta'minlab, o'rgatib, qo'ldan ish keladigan qilish. Mahsulotimizni chetlarga chiqarib sotish, o'zimizni milliyligimizni ham dunyoga tanitish uchun bir muzeylar qilish nimalarimiz bor. Maqsadlarimiz bor. Ustozlarimizdan shularda maslahatini, yo'l yo'rig'ini olib o'rganyapmiz. Bu ishlarimiz mashaqqatliroq, qiyinroq. Bular ignada qo'yiladi. Donalab tochkalari qo'yib chiqiladi. Har biri. Bular qalam bilan bo'yalib chiqadi. Bulardan ishi mehnati ko'proq ozgina tochkali ishlarimizda. Bulardan tashqari yana Samarqand, Buxoro chiziladigan maqbara yo'nalishlarimiz bor. Mehrob gulli yo'nalishlarimiz bor. Eng talabgori mana shu qora qalam bilan mana shu tochkalik asosan bozor suyadigan, eng yaxshi ketadigan tovar shular hozir. Kimdir yoshligida shogird bo'lib qiziqib kelmoqchi bo'lsa, ularga avvalambor sabrli bo'lishdi, keyin mehnatdan qochmaslikda, tirishqoq bo'lishdi maslahat berardim. Doim izlanishini, o'zlarini yangilik yaratishini, paydo bo'lishini maslahat berardim. Bu sohada bir xillik bo'lmaydi-da. Yaratuvchanlik bo'lish kerak, yangiliklarni yaratish kerak. Yangi ishlar bilan chiqish kerak bozorga. Bo'lmasam to'xtab qolinadi, qatib qolinadi. O'sish bo'lmay qoladi sohada.